Qiyomatga yaqin gunoh ishlar yuzaga chiqib boraveradi. Katta gunohlar ochiladi. Odamlarning yuzi ochilib, gunohlardan tap tortmaydigan bo'ladi. Ya'ni yosh bolani oldida ham beo'xshov qiliqlarni, gunohlarni qiladi. Erkaklar ayollarning oldida, ayollar erkaklarning oldida gunohlardan qo'rqmaydigan bo'ladi. Bemalol ayollar erkaklarning oldida o'zlariga loyiq bo'lmagan ishlarni qiladi. Yosh bolalar kattalarini oldida ularni hurmatsiz qiladigan ishlarni qilaveradi. Kattalar esa na kichkinalarni, na ayollarning oldida o'zlarini hurmatlarini tushiradigan gunohlarni bemalol qiladi. Insonlar shuning uchun bir-biriga nafratli, yomon ko'radigan holga keladi. Bu hollarni kundan kunga yuqorilab ketishini bitta sababi odamlarning oxiratga bo'lgan ishonchi so'nib ketadi. Og'izda gapiraveradi. Alloh, oxirat, men musulmonman, undaydi, bundaydi, uyiga bitta xaltaga solib Qur'onni ilib qo'yadi yoki shkapiga Qur'onni qo'yib qo'yadi. U hech qachon ochilmaydi, o'sha shu holda turaveradi. Bitta joynamoz, bitta tasbih olib borib qo'yadi. Yilda bitta maraka qilib qo'yadi. Bu yog'i dunyoni xohlagan tomoniga, to'rtta tomoniga qarab yuguradi keyin. Na bolaga tarbiya beradi, na ayolga tarbiya beradi, na ayoli erni qadrini biladi, na farzandni tarbiya qila oladigan xulqi odobi bo'ladi. Biron bir oqil odam kelib unga nasihat qilsa, nasihatga quloq solmaydigan bo'ladi. O'zim bilaman deydi. Menga hayotda yashashni o'rgatmang deydi. O'zim bilaman deydi. Inson o'zi bilganida payg'ambar yuborilmasdi. Qur'oni Karim kitob shaklida nozil qilinmasdi. Ya'ni Qur'onda insonlarni hidoyatga chorlaydigan hukmlar majmuasi to'plangan. Ya'ni odamzodni qaysi yo'lda qanday yursa to'g'ri yurishligi haqida ko'rsatmalar berilgan. Masalan, inson payg'ambar orqali qanday yotish, qanday turish, qanday taomlanish, odamlarga qanday muomala qilish, oila qursa qaysi o'rinda turish, ayol bo'lsa ayol, erkak bo'lsa erkak. Bularning barchasini Alloh taolo payg'ambari orqali ko'rsatgan, o'rgatgan. Odamlar esa menga yashashni o'rgatma deydi. Ba'zan shu internetlarda chiqib qoladi. Juda o'zidan ketgan toifalar bo'ladi-da. Menga deydi yashashni o'rgatma deydi. Men o'zim bilaman deydi. Marhamat, hech kim majburlayotgani yo'q. Lekin oqil odam kamtar bo'ladi. O'zining oddiy odamligini biladi. Boshqa odamlarning fikriga qarab quloq soladi ozgina. Qani bu insonlar ham menga o'xshagan inson-ku. Bular nima fikr aytayapti? Nega aynan meni qilayotgan ishlarim bu insonlarga yoqmayapti? Balki men kibrlanib ketgandirman, nafsimga berilib ketgandirman deb ozgina inson o'zini holatiga qarash kerak. Yo'q, aksincha kibrlanib, menga o'rgatma, menga kerak emas va gunohlarda bardavom bo'laveradi. Endi bu internetda odobsiz, aqlsiz, ongsiz insonlar chiqib olib, xohlaganidek gaplarni gapirib, uning ichida ayollar ham bor, erkaklar ham bor, yosh bolalar ham bor. Bir narsa videolar qilib, odamlarni ko'zida o'zlarini shu zo'r ko'rsataman deydi. Bir qiziqchilik qilib qo'yadimi? Bir kulgili qiliqlar qiladimi? Ular nazarida shunaqada, kulgili juda zo'r chiqdi deb o'ylaydi. Insonning bir daqiqa umri Allohning huzurida hisobda turadi. Ana shu bir daqiqa umrini
ana shu betayin behuda narsalarni internetga joylab odamlar ko'rsin deb qo'yayotganlar, ular aytishi mumkin, ko'rmang deyishi mumkin. Yo'q. Insoniyatga taqdim qilinayotgan har bir narsa ko'riladi. Faqat taqdim qilayotgan odamlar nima taqdim qilayotganiga qarash kerak. Masalan, ko'chada novvoychi non yasab sotyapti, tandirga qo'yib, yopib, tashqariga qo'yyapti. Odamlarga taqdim qilyapti. Odamlar undan nima oladi? Manfaat oladi. Ya'ni qorni to'yadi. Nonni ko'rib kayfiyati ochiladi. Chunki u qorin to'g'izadigan eng zo'r narsa-da. Endi uni yonida boshqa odam o'tirib, boshqa narsa sotyapti. Xohlagan inson uchun yoqmaydigan yomon narsani tasavvur qilavering, o'sha narsani sotib o'tiribdi. Uni ham xaridori bor lekin. Demak, nargi odam ana shunaqa xaridorlarga xizmat qilyapti. Ular aytayotgandek ko'rmang deb o'zini oqlayotgan odamlar bilsinki, o'shanga yarasha xaridorlar ko'ryapti bu videolarni. Lekin o'sha xaridorlarni ham umri bor-da. Ana shu umrini o'g'irlashga xizmat qilayotgan bo'lsangiz, umrini, vaqtini o'g'irlayotgan bo'lsangiz, albatta bo'lasiz, chunki o'sha videoni ko'radi, umri o'g'irlanadi. 5-10 daqiqasi umri ketadi. Alloh taolo ana shu o'g'irlangan umrni sizni videongizda bo'lsa, sizdan so'raydi. Ya'ni sizni videongiz sabab, ya'ni bir betayin bir narsa qildingiz, so'kinish bor, boshqa bor, odamni haqorat qilish bor, birovni kalaga qilish bor, birovni g'iybat qilish bor. Xullas, insoniyatni tarbiyasini buzadigan narsa-da. Allohning huzurida javob berasiz. O'ylamang, siz ming xil gapni aylantirib kelgan taqdiringizda ham Alloh taolo bu dunyoda yaxshilik va yomonlikni yaratib qo'ydi. Kim yaxshilik tomonida bo'lsa yutuqda, kim yomonlik tomonida bo'lsa pushaymonlikda bo'ladi. Mana shu ikki xil narsa bor. Mana shu ikki xil qoida turadi. Jannat bor, do'zax bor. Savol bor, javob bor. Hisob kitob bor. Bo'ldi. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling. Qo'lingizdan kelsa yaxshi videolar tayyorlang. Insonlar eshitganida tarbiyasiga, axloqiga qo'shimcha bir qo'shiladigan narsalar bo'lsin. Marhamat. Qo'lingizdan kelmadimi? Endi insonlarni buzmang. Odamlarni buzmang hayotini. Fikrini, e'tiqodini, qarashlarini, axloqlarini buzmang. Bahonangiz odamlarga o'tishi mumkin. Oxiratda Alloh taolaga o'tmaydi. O'tmaydi. Shuning uchun bunaqa narsalarni qo'yayotganlar aqlini yig'ishtirib olsin. O'zini o'nglasin.